Assalomu alaykum. Men Isroil va Shohida shu Fayzem tekstilda tikuvchi bo'lib ishlayman. Bizning qo'limizdan har xil yuzlab ishlar o'tadi. Ishimdagi eng o'zimga yoqqan narsa shu jamoa bo'lib ishlash. Ishlarni tikib chiqarishim yoqadi menga ko'proq. Sheriklarim yoqadi. Mana issiq sovutgichlarimiz doim albatta qishin yozin ishlab turadi. Uyga olib borib kelish transportlarimiz bor. Olib borib kelib qo'yadi. Masterlarni bizga bo'lgan muomalasi shular yoqadi menga. Bir kunda asosan men o'rtacha 500 tacha ish tikaman. Agar ikki smena bo'lgani uchun kechki smenada 700 taga yetaman. Biz konver asosida ishlaymiz o'zi. Aslida men faqat meni qo'limdan o'tmaydi ish. Konver bo'lgani uchun o'zimga biriktirilgan ishni 700 tagacha tikaveraman. Endi menga ko'proq shu jamoa bo'lib ishlashni, muomalani o'rgatdi ko'proq. Ko'p narsani o'rgatdi menga juda ham. Men xursandman albatta. Jamoa bo'lib ishlashni mana shuncha odam bilan ishlayman. Ishlamasam qayerdan ko'rardim? Buncha odam tanishib, birga jamoa bo'lib, muomalani o'rganasiz. Birinchi o'rinda yaxshilikni o'rgat.